Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ayni paytda o'zbek shou biznesining ayrim vakillari aviaqatnovlar bekor qilingani tufayli Dubayda bo'lib turishibdi. Ular kuzatuvchilarga shahardagi vaziyat haqida ma'lumot berib borishmoqda. Zebo Rahimova Braziliya sayohatidan qaytayotib aviaqatnovlar to'xtatilgani sabab Dubayda qolib ketdi. Hech kimni xavotirga qo'yish niyatim yo'q edi. Avvaliga Dubayda qolib ketganimni aytgim kelmagan edi. Uyga yetib olgach xavotirga o'rin yo'q, uyimga sog'-salomat yetib keldim degan ma'noda stories qo'ymoqchi edim. Lekin 4-martgacha va undan ham kechiktirilgan noma'lum muddatgacha reyslar qatnovi yo'lga qo'yilmasligining hisobiga mendan xavotir olib yozayotganlarga javob berishga majburman. Ayni paytda xavotirsiz joydaman. To'g'ri, men joylashgan mehmonxonamdan portlash ovozlari eshitilib turibdi, ammo xavotirga o'rin yo'q, deydi 22 yoshli instabloger. Shuningdek, Zebo Rahimova o'zi turgan mehmonxonaning kunlik narxi 2 barobar qilib oshirilganini ma'lum qilib, qiyomat bo'lsa ayrim insonlar kafallikni pulga sotadi deb izoh yozib qoldirgan. Taniqli aktrisa Sitora Farmonova ham onasi bilan Dubay shahrida. Aktrisa odatdagiday Instagram sahifasida sayohatdan foto va videolar joylab bormoqda, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.